Leksiyemizden devamı vatandaşımımdı. Mavzumuzda bugünkü islaha 2021 yıl 12. ayının 29. günü vatandaş. Mavzumunda tor filmi koyulgan mavzu. Şinjan'ı imborgu yürgüzüştün rastgelligi doğrusida. Beijing hata hiyallada bolup geldi. Emdilikte Çinçvengoni setep, oturgu çıkarıp Amerika'ya ifade bildirdi. 12. ayının 28. günü YouTube Johnson'cı. Ben bunu söz tercüm kıldım şu ekranını açıp durup. Amerika avazı Xitay tili to'g'ri. Burun Johnson'cini Amerika avazı bırakıtın kubul kılgan emas. Bu qatim Johnson'cini Amerika avazı radyosu torbetiga elip intervyu qildi yoki qaytalab ishlatdi degandek gap. Mustaqil obzorchi Johnson'chi leksiya so'zlab, Jungo bu qatim nemishqa mundaq zo'r darajada inkas qaytardi? Savol. Deb savol qo'yib, Şinjan'da, mustamlik Uyg'uristonda paxta ishlab chiqarish eng asosli ishlab chiqarishdir. Jungo'ning yenik san'at, to'qimachilik san'atida zo'r salmoqni egallaydi Şinjan'ning paxtasi. Agar Şinjan mustamlik Uyg'uriston paxtasini ishlatmaydigan bo'lsa joy-joylarda, bu butkul Şinjan masalasi emas. Butkul mustamlik Uyg'uriston masalasi emas, balki butkul Jungo jamiyatining to'qimachilik san'atining intayin zo'r zarbiga uchraydiganligi masalasidir. Paxta ishlanmadi, paxta import qilinmadi, paxta bozorga kirmadi, chiqmadi, yoki chet elga Amerikaga yo'llanmadi. Şu qatori cheklandi, Jungoning bozori ichidami cheklandi deydi. Shundaq vaqtida bu masala qandaqdir noqul Şinjan masalasi emas. Bu butun mamlakat bo'yicha aytganda Jungoning to'qimachilik san'atining intayin zo'r zarbiga uchraydiganligi masalasidir. Sizlarga ma'lum vatandoshlar, to'qimachilik san'ati bu yenik san'at deb ataladi. Yenik san'at bo'lmagan davlatda egri san'atmi bo'lmaydi vatandoshim? Ikkisi qo'shgizak. Yenik san'at bo'lganda egri san'at bo'ldi. Jungoning yenik san'at bo'lganda paxta to'qimachilik mahsulotlari. Bu paxta Uyg'uristondan keladi. Demak, hozir paxta masalasi import cheklash va quyitish masalasi bugun Şinjan uchun emas, balki butkul Jungoning to'qimachilik san'atiga berib ketildi. O'tmishda Beijing bu masalaga umidvar qarg'an edi, masalan Şinjan masalasiga. Kishilik huquq o'yini bir nima degandek. Bu o'ynaydigan kishilik huquq o'yini deb qarg'an edi. Ko'p bo'lganda Çinçvengoni imborga qiladi xolos. Shuni bilan tugaydi deb o'ylagan edi. Imborga qilish simvollik bo'ladi deb qaragan edi. Bu qatim hamda Amerika rastilla yetib keldi. Belki ularning yana Jungoning kutmagan yeridan chiqdi. Faqat ham Amerika Jungoning kutmagan yeridan chiqdi. Qonun bo'lib shakllangandan keyin Jungo bu ishning chataqlashganligini his qildi. Shunlashqa ular yana Jungo ba'zi qutuldirish ishlarini boshladi. Avval Jungo Amerikaga mundaq bildirdi. Şinjan meselesinde biz hem de algı ilgirlemeyiz. Bastırışını to'xtatamiz, ilgirlemeyiz deganligining ma'nosi bastırışını to'xtatamiz, nazarbandni to'xtatamiz, qiyin qistoqni to'xtatamiz, planliqni to'xtatamiz. Qisqasi qaysi shaklda Uyg'urni azoblagan, qaysi shaklda Uyg'urga zarba bergan bo'lsak, hammani to'xtatamiz deganlik bu nima? Masalan, bu yerda Xitoyning bergan va'dasi hamda nima deydi? Şinjan meselesi de alga ilgirlemeyiz. Biz Çinçvengoni o'ttirdan chiqarib etamiz. Masalan, Çinçvengoni Abnumraylik partkomning sekretarlik vazifasidan elib tashlaymiz. Gubernatorlik huquqidan elib tashlaymiz.
Bu Amerikaga berayotgan va'da amaliyot shunday bo'ldi-ku. Amerika Şinjan to'g'risida yana bir qonun ma'qullamasligi kerak. Demak, bu qonun ma'qullanib bo'ldi. Endi Amerikadan kutadigan umidimiz ikkinchi qatim yana bunday bir qonun o'tirg'i chiqmasin. Agar Jungo bundaq ifoda bildirmaydigan bo'lsa, Amerika Şinjan to'g'risida yana bir qonun o'tirg'i elib chiqadigan bo'lsa, yoki texama qattiq embargo qiladigan bo'lsa, ishnan tugashgini shu. Şunlaşqı Beijing Şinjan meselesinde muşu yerdela to'xtab qoladiganligini bildirdi. Demek Jiang Jedi Şinjan meselesini muşu yerdela to'xtab qoladiganligini. Çinçvengo ketken kundan boshlab jazolager meselesi shu yerda to'xtab qoladiganligi. To'xtab qolish degan nima? Masalan, biz savol qo'yaylik vatandosh. Jiang Jedi bu xabarni berib, nemishga to'xtab qolasiz? Bolquni qo'lingizga eling. Jazolagerning quluplarını çekin, bir-birlab qo'yib bering Uyg'urlarni. Bu to'xtab qolish emas, qo'yib berisiz. To'xtab qoling, jazolageri quluplarlik pati qiliniversin, açtoq qiliniversin Uyg'ur, genocide qiliniversin Uyg'ur degan gap yo'q Amerika Qo'shma Shtatlari. Bugun bu qonunga qo'l qo'ydi, yuqorida ko'rdingiz vatandosh. Bu adetki Şinjan meselesi, Şinjan'ın iqtisadi meselesi emas. Bütün memleketinin yenik sanatı meselesi. Bütün memleketinin yenik sanatı meselesi. Toqumuchilik fabrikasi meselesi. Qaysi darajaga yetibdi hurmatli vatandosh? Amerika qonun qo'l qo'ydi. Jungoning yenik sanatı meselesi ciddi davrga kirdi. Davomini anglaysiz vatandosh.